Assalomu alaykum, aka katta ishqo'llari, xonadonlar, uydagilar, billah hamal yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom. Qizilakkalar Namangan ketdi. Hakka o'zimizniki xonda qoldi. Juvonachalar. Mana endi qolganlari 8-ni tashayapman. Endi Ildorxon ukamizga Qizilakka mallakka qo'shtiq beraverdimi? O'sha kapta zo'r chiqibdi. Mana ukaxon o'zingiz ham tanlab olavering biror parini. Akalar jo'jalar sotiladi. Mana jo'ja urushtiruvdilar, xohlaganlar urushtirib ham ko'raveradi. Prosta o'tkazib Toshkentga berdik. Ana akamiz shitib turgan bo'lsalar, 3 ta yutdi dedilar, biz endi tushunmaymiz. Shuncha borini aytyapmiz. Agar ha desalaring, mana jo'ja makonlar ham sotiladi, mana. Jo'ja makonlar ham. Ha desalar, mana jo'ja makonlar ham sotiladi. Mana. Mana endi hakkalarni tashadim hammasini, jo'jalar ham sotiladi. Makon xo'rozi bilan $200 beramiz ana. Xo'rozi ana ikkita makonchasi mana. Mana. Ikkita makonchasi. Agar xo'p desalaring kelinglar, mana $200 berib yuboramiz, xudo xolasa. Endi hakkalarni juvonachalari ana hozir ko'rsataman. Ukaxonimiz Malixon ukamiz ko'rib turgan bo'lsalar, mana Ildorxon ukamiz ko'rib turgan bo'lsalar, mana Ildorxon, mana Malixon ko'ring. Qizilakkalar Azim akamga ketdi. Toshkent, Namanganga. Tuqumi ham bor ekan Azim aka, agar qo'yib qo'ysa 1-2 kunda olib ketsa tuqumi bilan berib yuboraman. Sizni narsangiz endi. Ildorxon, Malixon, Malakada 3 pari sotildi, xudo xolasa mana. Ya 2 pari sotildi. Endi Ildorxon ham tanlasa 3 par bo'ladi. Ildorxon hakkacha juvonachalar sotildi. 2 ta chubatilar, keyin qizilakkalar sotildi. Keyin ana jo'jalar sotiladi, jo'jalar mana. Jo'jalar. Jo'ja makonlar sotiladi. $200 xo'rozi bilan. Xo'rozni luboy odamga qo'yib ko'rasizlar. Gapni ochig'i bexijolat mana. Mana jo'jacha. Videolarimizni omonlab rahmat deb bitalak bosib qo'yinglar.